Assalomu alaykum hammaga. Yana bugun Kattaqo'rg'on mol bozoriga keldim. 25-may yakshanba. Hozir mollarni, qo'ylarni narxlarini tanishtirib chiqishga harakat qilaman. Tomoq ozgina bo'g'ilgan. Videomiz manfaatli bo'lishi uchun, kimgadir foydasi tegishi uchun videoni like bilan podpiska bosib qo'yasizlar. Hammani ishiga rivoj, baraka bersin. Qancha oling aka buni? 31 dan qaytyapti. Hamma ochib kelib qoldi. Necha pul olinglar buni? Qancha olinglar aka? Amay qancha bo'ldi? 13 pul, ha? Bunisi bilmas qancha olasiz buni? 13 milliondanmi? 13 dan, ha? Yaxshi. Barakasini bersin. Aka qancha olasiz buni? Qancha oldi aka buni? Ha? Assalomu alaykum. Amay qancha oldinglar buni? 15 million. Assalomu alaykum. Qancha oldinglar aka? Qancha? Aka qancha oldinglar? 10 million 200. Qanchadan bo'ldi bular? 10 million. Bunisi 10 million, 11 million. Akalar endi qo'ylar narxini so'rab ko'ramiz hozir. Qanchadan bo'ldi akalar bular? 2 million 200. 2 million 200 dan. Qancha olasiz bular? 22. 22. İki onami? Qancha olinglar aka? 2,5. 2,5 milliondanmi? Qo'chqor ham bor. 2 oy ham qo'chqor. 2,5 million. Ay bular oldingizmi? Qanchaga? 27 dan. 27 dan, ha? Choy ham bir xilna. Yo'q, bu 18, 27. Bunisi 27 dan. 2 oy. Qo'chqor ham bormi bular? Yo'q, cholasi ham urg'u. Urg'ochi, cholasi. Qancha olasiz aka buni? Qancha olasiz? 39.